Assalomu alaykum akalar, ukalar, qadrdonlar, hurmatli bo'lajak bizning klientlar. Navbatdagi ishga kelganmiz mana. Shag'al chiqqan. Shag'allar gumillat olyapti bunda shag'al. Kalsularimiz kelgan mana. To'rtta kalsu tushiramiz hozir tal yordamida. Razmerlari balandligi hisobda endi mana holatida endi bu yoqdan bu yoq balandligi 85 sm. Hop. Bu yerdan bu yerga ichki holati 1 metr. Tashqisi 1.20 deb qo'yishadi, o'zi 1.16 chiqadi. Shunaqa razmerdagi kalsolar. Qo'lpoqlarimiz bor. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekran nomini qo'ygizamiz, aloqa chiqaverasizlar, inshaalloh xizmatlar berdamiz.